3 qavatli 8 ta xonadan iborat bo'lgan xonadonimiz bugun sotuvga chiqyapti. Narxini video davomida aytib o'taman. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Darvozaxonamiz shunaqa yo'q, bitta avtomobil yoki tapchan qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafda alohida bitta spalniy xonamiz joylashgan. Ko'chaga qaragan o'z oynalari bor. Asosiy binoga bo'lsa alohida eshik orqali kiriladi. Kiruvish eshiklari hammasi yaxshi sifatli termoromlardan qo'yilgan. Kiruvishimiz mini hol orqali boshlanadi. Bu tarafda kuxnyamiz joylashgan. Ko'chaga qaragan o'z oynalari bor. Bu tarafda yaxshi razmerda zal qismini ko'rishingiz mumkin. Mebellari qisman tashab ketilinadi. Kelishilgan holatda gaplashib, xudo xolasa hal qilamiz. Bu tarafda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel qismi joylashgan. Binoyimizdan tegi yaxlit podval qilingan. Hozir ko'rib chiqamiz. Podvaldan unumli foydalanib, mana shunaqa tapchan zona qilib qo'yilgan. Bu tarafda alohida konteynerlarimiz joylashgan. Podvalda yana bitta xonamiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Panorama oynalar tashalingan. Spalniy sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda umumiy hisobda 4 ta xonamiz joylashgan. Xonalar ketma-ketligi koridor orqali bu birinchi xonamiz master spalniy, ichida o'zida sanuzellari bilan birga. Bu xonadonimiz Sergeli tumani Beruniy mahallasida joylashgan. 11-metro bekatdan uncha uzoq bo'lmagan masofada joylashgan. Narxini startoviy briz $15,000 baholashyapti. Bu ikkinchi qavatdagi oxirgi ko'radigan xonalarimiz bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Telefon qilib yaxshi narxlarga baraka qilishingiz mumkin.